Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga tez kunda qo'shiladigan A12 Royal Pass'imizni to'liq skill'larini birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. O'sha RP qatorda bo'ladi va Royal Pass'imizni aniq qo'shiladigan vaqtini birgalikda bilib olamiz. Xullas, videomiz uzoq kutilgan va ko'pchilikka menimcha yoqadigan video bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Biz videomizni boshlaymiz. I ain't with the gang, 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 gang. Niggas gon' swoop. Yeah, pretty much like you, my nigga. Xo'p, bo'lmasam videomiz boshlandi. Mana A12 Royal Pass'imizda maxsus teaserini, kirish qismini ko'rishlari mumkin. Bu yerda o'sha Royal Pass'da qo'shiladigan barcha skilllarimiz tasvirlangan. Endi esa Royal Pass'imizni qo'shiladigan kuniga keladigan bo'lsak, Royal Pass'imiz o'yinga 12 mart sanasida ertalab soat 7:00 da qo'shiladi. Shu payt bemalol yangi Royal Pass'ni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi A11 Royal Pass'imiz esa 12 mart ertalab soat 5:00 da tugaydi. Shu paytgacha bemalol RP missiyasini bajarib 100 gacha ko'tarib olishingiz mumkin. 5 dan keyin qulflanadi va 7 da yangi A12 Royal Pass'imiz boshlanadi. Endi esa A12 Royal Pass'imizni RP skill'lariga o'tamiz. Mana bu kostyumimiz A12 Royal Pass'da birinchi RP'sida qo'shiladigan kostyumimiz. Yomon emas, takoy qizbala personaj uchun yasalgan и 10-RPda kostyumimizga mos bo'lgan M16A4 uchun ham chiroyli skinni qo'lga kiritamiz. Kostyum bilan qurol bir-biriga mos ko'rinishi. Endi qizlar bo'lib takoy kostyum ham deymiz. Birinchi RPni odatiy kostyumi, qurol esa kostyumga mos. Endi o'zi unaqa juda chiroyli emas. 15-RPda esa epichskiy emotsiya Kung Flop Master debdi. Tipa kung fuchilarning emotsiyasi mana. Yomon emas, emotsiya ham prikolniy, kulgili, quvnoq emotsiya ekan. Epichskiy emotsiyaga arziydi. Keyingisi esa maxsus samolyotimiz. Samolyotimiz esa 100-RPni o'sha quyon setiga moslatib, takoy julli tukli qilib yasalgan. O, samolyot ham yomon emas, seri rangda. Keyingisi 20-RPmizda shlem qo'lga kiritamiz. Shlemimiz ham yomon emas. Bu ham o'sha quyon tematikasiga mos qilib yasalgan. Mana bu birinchi leveli, bu esa o'sha ikkinchi leveli. Bir-biriga mos, hammasida qulog'i, ko'zi bor. Ko'rinishi yomon emas, chiroyli shlem. Keyingisi uy uchun maxsus aboy va 25-RPda 3 ta mana bunaqa parashyutni qo'lga kiritamiz. Bepul Royal Pass qatoridan. Keyingisi esa 30-RPda Skorpion pistolet uchun quyonchalik mana shunaqa skinni qo'lga kiritamiz. Buni ham ko'rinishi yomon emas, takoy kolleksiyamizda qoladigan skin. Emotsiyamizga keladigan bo'lsak, emotsiyamiz 40-RPni kostyumiga mos va o'sha tikuvchi qizlarning emotsiyasi hisoblanadi. Miss Marionetta deb nomlanar ekan. No, yomon emas, prikolni baribir matchda umuman ishlatilmagan emotsiya. Mana bu esa o'sha 40-RPni mifik kostyumini ko'rinishi, o'sha tikuvchi opaxonni kostyumi. No, bu ham o'sha qizlar bob, menimcha hech kim buni kiyib o'ynamasa ham kerak. Kolleksiyamizda mifik bo'lib yotadi, xolos. Keyingi skinimiz esa 50-RPni skini. Unda biz MK47 mutant uchun mana shunaqa ko'rinishdagi kuchaytiriladigan skinni qo'lga kiritamiz. Birinchi va ikkinchi leveldagi farqlari yomon emas. Kolleksiyamizga va nihoyat mutant uchun ham kilchatli bunaqa skin qo'shiladi. Kilchatga gap bo'lishi mumkin emas. Mana kilchat zo'r. Oxirgi payt kilchatlarni yorib tashlashyapti. Mutantga ham gap yo'q. Keyingisi 55-RP. 55-RPda esa bunaqa quvnoq Joyful Cheer deb nomlangan emotsiyani qo'lga kiritamiz. Bu ham qizlar bo'b emotsiya ekan, topadigan bo'lsangiz qilishga arziydi. Keyingisi VSS quroli uchun ham 3 ta skin mana quyonchalik. Bu ham Royal Pass'da menimcha o'sha 100-RPni kostyumiga sal-pal bo'lsa ham mos tushadi. Ko'rinishi yomon emas. Keyingi skinimiz esa rugzak uchun 60-RPda qo'shiladi. Birinchi levelli ko'rinishi, mana bu ikkinchisi, mana bu uchinchisi. Rugzagimiz ham yomon emas. Har bir levelida o'zgacha ko'rinishga ega. Keyingisi quyonchalik aboyimiz va 65-RPda Royal Pass'da avatarkas va rugzak uchun osilchaq. Nimaga osilchaqni quyonchalik qilishmagan, hayronman. Nimaga bunaqa semichka gulli qo'yib qo'yishgan? Bilmadim. Logika qayerga qarayapti razrabolchilar, hayronman. Keyingisi esa 70-RPni bepul RP qatoridan bunaqa chiroyli set qo'lga kiritamiz. Ko'rinishi yomon emas. Pulli RP qatoridan esa tuya uchun bunaqa legendarniy skinni berishar ekan. No, tuyani menimcha oddiy skini bilan pulli skinining katta farqi yo'q. 80-RPda G36C uchun ham bunaqa epichskiy bepul RP qatoridan chiroyli skinni qo'lga kiritamiz. Quyonchaning rasmi bor. Pulli qatorda esa bunaqa tutun granatasi uchun sovzi ko'rinishdagi skin ham bo'lar ekan. Keyingisi mifitskiy emotsiyamiz.
bu emotsiyamiz sal-pal qo'rqinchli mana horror o'yinlarga o'xshaydi. 100 erpini kostyumi bilan anchagina mos tushadi. Tak, chetda o'zida ham bir g'alati qiliqlarda qildi. Keyingisi esa 90-erpida M762 quroli uchun chiroyli, jahldor quyon bunaqa Biril skinini qo'lga kirita olamiz. No, yomon emas. Zo'r yasab qo'yishgan. Va nihoyat 100-erpini kostyumda ahvolini qaranglar. Ikkinchi sezonning quyon seti bilan buni ko'rinishi umuman boshqa dunyo. No, bu sal-pal qo'polroq, semizroq va sal g'alati. No, nima ham deymiz? Mefitskiy kostyum sifatida inventarimizga qo'lga kirita olamiz. Menga ko'proq ikkinchi sezonning quyon seti yoqardi. Bu menga uncha yoqmadi to'g'risi. Sizga yoqdimi, yoqmadimi kommentarda o'z fikringizni qoldiring. Buni ancha semiz qilib yuborishibdi va mana bu emotsiyasi bilan birga ko'rinishi mana g'alati, qo'rqinchli, o'sha horror o'yinlarga o'xshaydi. Shunaqa robot, qanaqadir qiynoqlarda o'sgan quyon setini qo'lga kiritamiz ekan. Albatta buni ham mana bu pushti joylarini xohlagan rangimizga bo'yay olamiz. Xullas, A12 Royal Pass'imizda bizni mana shunaqangi skilllar kutyapti ekan. Qani yangi Royal Pass skillari sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Mana bu o'sha kostyumda bo'yaydigan joyimiz ko'rinishi. Xohlasangiz oq, xohlasangiz qora qilasiz. Menimcha oq-qora qilsangiz ancha chiroyli tushsa kerak. Mana bu ranglari sal-pal xunuk ekan. Endi esa Royal Pass'imizda admin bo'limida qo'shiladigan skilllarga o'tamiz. Mana bu o'sha RPning emotsiyasini RP qatorda ko'rinishi, takoy mana horror qilib olishgan, ekranga yaqinlashib, g'alati ko'rsatilgan. Mana bu Royal Pass pulli qatorda, ya'ni admin bo'limida 100 ga sotiladigan emotsiya. Takoy qo'g'irchoq o'ynatadiganlarda emotsiyasi ekan. Yomon emas, chiroyli, menimcha 600 yoki 900 UC bo'ladi. Mana bu g'alaba emotsiyasi. Hozirgi 3.7 versiyamizda top 1 olsak, mana shunaqa raqsga tushadi. Albatta uni qo'lga kiritib, maxsus palkalar orqali uni mifik qilib olsak bo'ladi. Mana bu mifik emotsiyasini ham ko'rinishi yomon emas. Prikolni, o'sha ajoyib o'yinga tushadi. Keyingi sovg'amiz esa maxsus avtobuscha uchun skin, bu ham o'sha quyon ko'rinishda. Buni Royal Pass'da men bo'limidan qo'lga kiritamiz ekan. Tak, buni ham ko'rinishi sal-pal qo'rqinchli, horrorga o'xshab ketadi. Buni avtobus tepasida quyonni ko'zi olayib turibdi. Mana bunaqa granata bo'lar ekan. Bilmadim, bahor keldi, qishda granatasini qo'shibdi. Qorlari bor, hayronman. Umuman mavzuga aloqasi yo'q, lekin kilchatiga gap yo'q. Anchagina kilchatlarda ustida ishlashni o'rganishib biroz robotchilar. Kilchat chiroyli. Keyingisi esa odatdagidek epitskiy vertolyotimiz 150 UC'ga olsa bo'ladi. No, unchaga menimcha arzimasa kerak. Keyingi ma'lumotimiz A12 Royal Pass'imizda mana bu RP yashigida qaytadigan skilllar. Birinchisi, ikkinchi sezonda mana shu hamma seti Royal Pass'imizda qaytishi kutilmoqda. Mana shu ikkinchi sezon maskasi, ikkinchi sezon seti-yu xohlagan skiningizni o'sha RP ochkoyingizni yig'ib turib tushirib olsangiz bo'ladi. Shuningdek, 6-sezonda ham mana shu mifiklari, legendarkalari, epiklari hammasi qaytargan. Bularni ham tushirib olish uchun sizda shans bo'ladi. O'sha paytlari ham RP skillari ancha chiroyli bo'lgan. Keyingisi mana bu Royal Pass'imiz ham RP skillari qaytadi, ko'rishlaring mumkin. O'sha u paytda boshlanganda rang-barang xunuk skillar chiqarish. Mana bu RP ham qaytadi mana. Maxluqlar RP'si va mana bu S18 sezonimizda RP skillarni ham hammasi qaytadi. Mana hamma yoq pushti, rang-barang bo'lib yotibdi. Xullas, mana shu 5 xil Royal Pass skillari keyingi sezonimizda qaytarkan. RP ochkoda mazza qilib yig'ib, mana shu yerdagi mifiklarni, legendarkalarni akkauntingizga tushira olasiz. Endi esa A12 Royal Pass'imiz davomida qo'shiladigan bonus pass skillar haqida gaplashib o'tamiz. Mana bu ekranimizda ko'rinayotgan joy bu o'sha bonus pass qatori bo'ladi. Birinchi levelida mana shu oq kostyumni qo'lga kirita olamiz. 80-levelida maxsus narsani qo'lga kiritib, uni qora rangga o'zgartira olamiz. Ko'rinishi yomon emas, chap tomonda ko'rishlaring mumkin. Afsuski, hozircha ularda to'liq kiyilgan 3D varianti yo'q. Ularda hali razrabochilar to'liq yasashmagan, o'shaning uchun ularni ko'rsata olmaymiz. Endi esa bonus passimiz asosiy sovg'alaridan biri bu P90 qurolining birinchi leveli. Bu esa ikkinchi leveldagi tutunning ko'rinishi. Yomon emas, takoy oltin rangdagi tutun. Keyingisi 3-levelda o'sha finalning formasiga keladi. Afsuski 3D variant yo'q, faqatgina shu rasm bor. Keyingisi 4-leveldagi kilchati. Kilchati endi u MK47 nikiga o'xshab zo'r emasmi, no? Yo'qdan ko'ra bor. Keyingisi 5-leveldagi dushmanga teksa chiqadigan effekti gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqa tez o'tadigan qurolga effekt qo'shsa mazza qilib o'raman. Keyingisi esa buggy transport uchun skinni ko'rinishi, hozircha ko'rinish yo'q. Kilchat bor, mana kilchatni ko'rishlaring mumkin. Kilchatga gap bo'lishi mumkin emas. No, anchagina chiroyli qilib yasashgan. Prosta bomba. Keyingisi esa rasm ko'rinishdagi buggyda levellari
Mana 1-chi, 2-chi, 4-chi levellarga ko'rishlari mumkin. Juda ham chiroyli, oltin rangda bo'ladi. 3-chi levelda o'sha kilchati qo'shiladi. Keyingi skillarimiz esa bonus passimizni qo'shimcha sovg'alari. Birinchisi shlemi, mana shlemni 1-chi leveldagi ko'rinishi chiroyli. Oltin tusda yasalgan, 2-chi level ham yomon emas, 3-chi level ham anchagina chiroyli. Любой kostyum bilan manacha yeb ketsa kerak. Keyingisi ryukzagi, mana ryukzagining 1-chi leveldagi ko'rinishi takoy oltin bu ham. 2-chi level ham chiroyli. 3-chi levelni ham ancha chiroyli qilib yasashgan, ixcham. Normalniy ryukzak masalan menga yoqdi. Va ryukzakning osilchag'i ham ryukzakka mos. Boshqa skillarga o'xshab qanaqadir g'alati qilib yasab qo'yilmagan. Tutun granatasi ham chiroyli, mana bir-biriga mos qilib chiroyli yasalgan va bunaqa skоворodka uchun ham oltin rangli skinni qo'lga kiritamiz ekan. Xullas, bonus pass skillari shundan iborat. Qalay, yangi bonus pass skillari sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ma'lumotlarga ko'ra, bonus pass skillari 11-aprel sanasida o'yinga qo'shiladi. O'shanda bemalol mana shu bonus pass sotib olib, chiroyli oltin skillarni akkauntingizga tushira olasiz. Endi esa keyingi sezonimizda rank sovg'alari haqida gaplashib o'tamiz. Keyingi sezonimizda yangi rank sistemasi 12-mart ertalab 7 da boshlanadi. Royal Passimiz bilan bir xil. Royal Pass ham rank ham bitta vaqtda boshlanadi. Keyingi sezonda mana shunaqa qizlar bo'lib kostyumni qo'lga kiritamiz ekan. Maskasi, ochkisi, bosh kiyimi qo'shishlari mumkin. O'g'il bolaga umuman mos tushmaydi. Shuningdek, mana bunaqa avatarkasi, dominator, zavoyevatellar yangi ramkasi mana animatsiyali chiroyli zavoyevatellar ramkasini keyingi sonda qo'lga kirita olamiz. Mana bunaqa parashyut ham bo'ladi va mini 14 qurolichi bunaqa legendarniy skinda qo'lga kiritamiz ekan. Mana bu ekranimizda ko'rinayotgan jadval esa keyingi sezonda rankimiz tushib ketadigan tizimda ko'rinishi, ya'ni chap tomondagi sizni hozirgi sezondagi rankingiz, o'ng tomondagi esa keyingi sezonda qanaqa rankka tushib ketishingiz haqidagi ma'lumot. Xullas, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, videodagi ma'lumotlar sizga yoqdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga alohida rahmat. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda olib yuringlar.